أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد biz aldığın katımdaki dersimizde Allah Subhanahu ve Taala'nın bütün kainatlarını yaratıp, yani asmanlarını yaratıp, onunki hareketiga bir nizam koyganlığı, insanların hayatta yaşap ötüşü, İslami yaşaşı için, yani bununla bir nizam koyganlığı, şeriatten nurgun ölçemlerini bekitip belirliki, bayan kılıngan, yani Müslümanlığa muşu ölçeminin içinde hareket kılış buyruğu birilgenligi bayan kılıngan. Onunla ayetten ve hadisten deliller bilen bayan kılındı. Yani nizamını buzmay, yani İslami hayatta Allah'ınki koygan nizamı bilen yaşaşta, yani emellerninki farklılık bulunduğu, o farklılık boğan derecesi, mertebelik, derecelik boğan emelninki, yani katısı kayse, tüyün boğunu kayse, muşunu bilip doğru en ebzel boğunu baldi kılışka aldıraş, baldi kılışka ündüttüş hakkında ayet-i kerimede, hadis-i şerifte bayan kılınganlık bu mezmullah değildi. Ayette Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Ehli Mekke'ninki hacılarının hizmetini kılganlığı ve Kabe'ni, Beytül Haram'ni yasıganlık hizmetini, yani Allah yolunda ceni bilen, meli bilen cihat kılganlarınki kılgan emelige okşaş emas. Yani Allah yolunda cihat kılgan, Allah'a işengen, Allah yolunda ceni bilen, meli bilen cihat kılganlarınki emeli a emeldin, Ehli Mekke'ninki kılgan emelden artıq degan ayet-i kerimede bu mezmun bayan kılıngan. Şunun bilen birge, yani hadislardımı bu emelninki farklılık bulduğan kat sıvat, en tünüva, iman, bu emellerinin farkı, yani 60 net şah buludu iman. Bununki en yukarısı la ilahe illallah, en tünü yoldan eziyetini yoktuş diyen kadar şu aralıkta, yani kalp bilen boğan emel ve cisim bilen boğan emel fiili emel dep, yani bu birkaç türlük emelninki ebzel boğan, katta boğan emel hakkında bayanat mezmullah bayan kılıngan. Bu emellerden, yani iman eytiş, yani kalp bilen boğan emelninki artık bulduğanlığı en birinci derecede. Onundan kalsa fiili emellerninki, yani cihat emelninki artık bulduğanlığı bu bayan kılıngan. Şunun bilen birge, yani onun karşısında, yani masiyet işler, yani yaxşı emelinin karşısında yaman emeller var insanlar, yani bazı yaman emeller bilen şoğullanıp kaldıgan iş var. Bu yaman emellerninki onun mu derecesi var. En ağır günah bulduğanlığı var, yengilleri var. Onu mu bilmek lazım. Bunundan xuddi doğru emelini en ebzilini tepip kılgandek, yani baldi kılgandek, bu hata işninki, yani yaman işnin mu en ağır günah bulduğundan bekrak dikkat kılışka egalandırılgan. Şununla yaman işlerninki farklılık bulduğun, derecelik bulduğanlığı hakkında mesela günah-ı kebirle, kebir günah, segir günah, şibihi işler, mekruh işler, muşundaq derecelik oldu yani. Kebir günah, en ağır günah, segir günah biraz onun bir derece tüven, şibihi işler, yani onun uzak buluşqa tegişlik, mekruh işler, yani yaxşı emeller bilen yuyulduğun işler demek, yani bu mu, yani farklılık buludu, derecelik buludu. Bununki en ağır boğundan bekrak dikkat kılış
diqqat qilish haqida ogohlantirib, misol qilib payg'ambar alayhisalom hadisda shunday degan: "Darhamu riban yakuluhu rajul va huwa ya'lam ashaddu indalloh min 36 zaniya." Yani bir tenge cezanı pulunu yiyish, yani cezanının bir tengesini bilip durup, yani onunki haram ekanligini, cezanı ekanligini bilip durup yiyish 36 qatim zina qilgandan yomon deb bayon qilingan. Demek yani şu kebir günah, o zina mı kebir günah, bu mu kebir günah, şunun mu yani ba'zi bek ig'ir bo'lganligi haqida bu misolini bergan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Onundan başka yani bu günahınki farklılık buluşu da, yani günahın farklılık buluşu, ig'ir buluşu, yengil buluşu bilen bu yerda yani yaxshi amelinin katta buluşu, tüven buluşu bilen kişilerin, insanların mı farklılık bulduğanlığı, derecelik bulduğanlığı bayan kılındı ondan keyin. Mesela bununla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misal kılıp, yani yaxshi amel bilen süpetlengenlik katta mertebege ega bo'lgandek yaman iş bilen süpetlengen kişiler, yani yaman kişi deb yaman nam bilen atıladigan bunda bir iş var. Mesela Peygamber Aleyhisselam'ınki hadisde kelgan hadisde şerru ma fir raculi şuhun haliun ve cubnun khali. Yani en yaman iş kişideki illet, yani haddidan artık bekillik, haddidan artık korkunçaklık. Bu yani insandaki en yaman illet. Şuh degan asli bekil deb mi keldi, shahih deb mi keldi? Bekil degene normalde hem de özü paydalangan, başka adamga paydası yetmeydigan, iqtisat egisi, menfaat egisi olgan kişininki, yani başkalarga paydası yetmeydigan bo'lganni bunu bekil deb atıladi. Shahih deb bu başkalarga mı payda yetkizmeydigan, hatta özüge mi işletishga paydamaydigan, yani öz nefsiga mi payda yetkizmeydigan. Demek yani başkalarga mı yetmeydigan, özünün menfaatiga mi hajlamaydigan, bunda bo'lganni shahih shuh deb ataladi. Demek yani bekillikniki en yuqori derecedeki bekillik, bu bek yaman illat. Yani korkunçaklık degan, yani korkunçaklık bilen bazı kişiler nurgun işlerden to'xtab qolgan bir iş var. Unda ulamı, munda ulamı, onu qilsam nim bo'lar, bunu qilsam nim bo'lar deb taraddudda, yani qo'rqinchoq kishi hech qanday bir ishni oyoqqa chiqolmaydi. Yani yaxshi bir ishni niyat qilgan ekan, uning jafosi olsin, nim bo'lsin, yani oxirigacha mengishga jur'at bo'lish lozim. Yomon ishdan to'xtashdimi jur'at bo'lish lozim. Demak, yani bu qo'rqinchoqlik degan bu odamdagi yomon illat. Qo'rqmaslik lozim. U Uyg'urchada bir gap bor, qilib ish qilishdan qo'rqqan odamlar ach ketib hamiki sut o'rlamiki deb hech qilolmaydi degandek bir tamsil bor. Demak, yani qo'rqinchoqlik bu kishidagi yomon illat. Sharrun yeni bir hadisda sharrun nasi allazi yus'al billahi summa la yu'ti. Yani kişilerin yamını nima? Yani Allah hakkında bir narsa so'ralsa bermaydi. Yani bazı ihtiyaçlı kişiler şunda Allah hakkında, Allah razı olsun, Allah rahmet kılsın deb bir narsa so'raydi, ihtiyacı bo'lgani uchun. Yani onunğa ihtiyacıga berishga tegishlik qodir holatda turib, onunğa bir narsa bermagan kishilarning yomoni deb buni misol qilgan. Yani bu malika bekilning qatoriga kelib qoladi. Ondan keyin yine bir hadisda şeraru ummati es-sersarun deb keldi. Hadisning oxirida xiyaru ummati ahasinuhum axlaqan. Demek yani haddidan artık mutakabbirlik, yani yüzünü çoğun tutuş, başkalarını gözge ilmeslik, hakavurluk degende, yani o kibirinin her tarafları var.
Normalda bir kishi iqtisod egasi bo'lgan bo'lsa yoki mansab egasi bo'lgan bo'lsa, bu o'zini cho'ng tutsa, hamda shunda biraz o'ziniki kattaligini ko'rib qilib o'zini cho'ng tutdi deganda ko'rinadi masalan. Ammo hech qanday bir o'zini cho'ng tutadigan bir sifatning hech qanday tarafi yo'q. Normalsiz akavrlik qilgan odam u bakroq yani nima ko'rinadi? Demak yani kibrlik qilish unda sifatga ega bo'lgan odamga layoqatlik deganlik emas. Ammo kibrninki nimasi yani faqat yani unda bir nimaga yaqin bo'lmagan holda kibrlik qilish nayte yaman illat deb bayon qilindi. Hadisning oxirisida ummatning yaxshisi ularningki axloqi yaxshi bo'lgani. Yani axloq haqida inshaalloh yana boshqa bir darslarda axloq haqida bir necha darslar bo'lishi mumkin. Ya boshqa qarindoshlarimiz shu darslarda qo'shib degli bu axloq masalasini. Yani axloq degan bu islomdagi eng yaxshi sifat. Yaxshi tarafdan bo'lsa, yomon tarafdan bo'lsa, o eng yomon sifat endi. Yani bu mu yani bayqadak yani yaxshi amal bilan yaxshi sifatlanadigan, yomon amal bilan yomon odam bo'lib qoladigan degandek bu axloq deganmi odamningki fitratida, yani yaratilishda, vujudida yerlashadigan bir narsa. Bu tirishchanlik bilan taraqqiy qilinadi. Yaxshi tarafga tirishish bilan yaxshi tarafi taraqqiy qiladi, yomon tarafni jiq qilish bilan uning yomon tarafi taraqqiy qilib qoldi. Demak, yani axloqda eng yaxshi bo'lgan kishilar, bu eng yaxshi kishi. Endi boshqa hadisda bayon qilingan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, yani aqrabukum minni fi yawmal qiyamah ahasinukum axlaqan deb bayon qilingan. Bu axloq haqida nurg'un hadislar bor. Qiyomat kunisi, yani bana eng yaqin bo'lgan kishi sizlarningki axloqi yaxshi bo'lganlar deb bayon qilingan. Axloq haqida inshaalloh ayrim bir dars qilinganda bu masala to'liq bayon qilinadi. Demak, yani axloqi yaxshi bo'lgan kishi ummatning yaxshisi. Demakchi, bu boshqa nurg'un yaxshi ishlar bor. Shu yaxshi ishlar bilan sifatlangan kishiningki axloqi yaxshi bo'ladi. Shuning bilan bu axloqqa markazlashtirilajak ishlar. Ondan keyin yana bu yomon illatning qatorida asraqun nas allazi yasriqu salatahu. Yani o'g'rining eng yomoni o'zining namozini o'g'ilgan o'g'ri dedi. U qanday o'g'laydi namozni? La yatimmu ruku'aha va la sujudaha. Yani oningki ruku sajdasini to'liq qilmaydi namoz o'qigan vaqtda. Buni namoz o'g'risi deymiz. To'g'ri o'qiganday namoz o'qidi deydigan bir gap bor. Unda to'g'ri o'qiganday namoz qilmang. Ruku sajdasi joyida bo'lmagan namoz namoz o'qilgan o'g'rining namozdek bo'ladi. Demak, yani namoz o'g'risi bo'lmaslik lozim, namozni komil o'qish lozim demakchi. Va abxalun nas man bakhila bis salam. Yani kishilarning eng baxilroqi salomga baxillik qilgan kishi. Endi u baxillik degan iqtisodiy tarafdan bo'ladi o'sha vaqtda. Shu iqtisod manfaatni boshqalarga yetkazmagan, hatto o'zini xajlamagan bo'lgani eng baxil deb. Endi og'izdan ketadigan bir hova assalomu alaykum deganga hech qanday bir narsa ketmaydi, hech qanday bir rasmiy ketmaydi. Faqat og'izdan bir hova ketadi. Bu qarindoshlikni kuchaytiradigan narsa. Ya'ni islom ummatining ichida musulmonlar orasida salom degan yani eng cho'ng musulmonlarni bir-biriga davomli bog'lab turadigan bir narsa. Mush salomga baxillik qilgan odam eng baxil odam. Chunki uning hech qanday bir rasmiysiz og'izdan ketadigan kichkina bir kelima, bir ho, shuningga baxillik qilgan baxil deb bayon qilingan. Endi bu hadisda Payg'ambar alayhisalom yomon illat bilan sifatlangan kishilarningki shunday yomon kishi ekanligi, yomon ishlarningmi shunday farqli martabalik, darajalik bo'lganligi, buningki yani ig'ir darajadagi sifatlar bilan musulmon sifatlanib qolmaslik lozim deb buning ogohlantirish berdi. Qur'oni Karimdami yani bu yaxshi ish bilan yomon ishning farqli bo'lgandek, yomon ishningmi farqli bo'lgandek, yani hamma ishningki o'zining yeri, o'rni va
bu ishni qilish bilan bo'lgan kishilarningmi yani farqi bo'ladi. Normalda inson shakli o'xshaydi, uni qaddi qomati o'xshab qoladi. Masalan, odam bolalari, Odam alayhisolamning avlodi. Ammo bu iymon va kufr bilan kofir, musulmon deb farqlanadi. Yani bizi do'zaxga boradigan, bizi jannatga boradigan kishi, yani dunyoni bizi isloh qiladigan, bizi fasod qiladiganlar deb ayrıldı. Shuningdek, yani mu'minlar arasida farqliq bo'ldi, kofirlarning kufr arasida farqliq bo'ldi. Bunga yani oyatdan bir qancha oyatda yani har qanday ishninki ikki taraflik bo'lganligi, uningki har tarafininki darajalik bo'lganligi bayon qilinib, nima dedi? Allah subhanahu wa taala Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya eyyuhan nasu inna halaknakum min zekeri ve unsa ve cealnakum şu'uben ve kabaile lita'arafu inna ekremakum indallahi etkakum. Ey halayıklar, ey insanlar, biz sizlerni bir erden bir ayaldın, yani Adem'den ve Havva'dan terkip tapkan iki kişinin neslini yarattık. Şulardan avuttup, köpeytip dünyaya koyduk. Ve cealnakum şu'uba. Sizlerni biz kabile kıldık. Yani her türdeki millet kıldık yani. Şu'ub. Her millet. Demek yani her xil tilde kıldık. Her xil şekilde kıldık. Demek yani hemmesi Adem balları ama onunki rengi, boyu, tili, örf adetleri, onun yaşayan coğrafyaya karta her türlü bulundu. Her türlü kıldık ve türlü kabile kıldık. Sizlerle tanışsın birbiriyle. Şuna bütün Müslümanlar birbiriyle tanışış, yani dünyada kanda türde neştürlük yani insanların terkip tapkan insanlar Müslümanlar ba dep şuna hecc kılışınki hikmetleri de ba bu gepler. Yani hecci bağanlar nurgun türdeki neçi rengdeki Müslümanlığını gördü. Hemmesi o yerde bir xil şekilde kiyim giygendikin hemmesi İslam ümmeti deganlik ko'rdi. Demek yani şu haremdimu her xil milletini birbirini ko'rib, tanışıp bu musulmonkan deb musulmonniki yani musulmon bo'lishi bilan millatning farqi bo'lmaydiganligi, millatning farqi bo'lsa-mu, qabila farqi bo'lsa-mu, ammo uningki farqi nada? İnna ekremakum indallahi etkakum. Onun takvalık bilen an farklılaşanlığı. Başka taraftan yani okşaş. Hemmesi Adem balları Müslümanlıkta, İslamiyet'te hemmesi Müslüman ama onunki en takva boğunu Allah'a yakın bulduğun şunda bir derecelik dep yani bu yerde ya ki aktellik boğan, ya ki kartellik boğan, ya ki Afrikalık boğan, ya ki Orta Asyalık boğan, ya Avrupalık boğan. Bu onda bo'lgan, munda bo'lgan kishilar Alloh oldida hurmatlik emas, hammasi o'xshash, ammo buningdan eng hurmatlik bo'ldigini taqvo bo'lgani. Taqvo demak, yani taqvolik haqida nurg'un darslarda bayon qilinadi bu taqvolik masalasi. Taqvo demak qisqartib aytganda, yani saqlanish demak. Saqlanish degan qanday saqlanish? Alloh buyurgan emirlarni, buyurgan buyruqlarni icra qilmay qo'yishdan yani. Saqlanish. Onu terk etip koymay, to'liq icra qilish. Yani onu qo'yib qo'yishdan saqlanish. Allah to'sgan xato ishlarni qilib silishdan saqlanish. Yani saqlanish degan ma'noda, yani Allah buyurgan ishlarni tashlab qo'yishdan saqlanish, Allah to'sgan ishlarni qilib silishdan saqlanish deb yani yig'ib aytganda taqvolik degan bu. Yani mushunda bo'lgan kishi Allohning nazarida eng martabalik, hurmatli kishi bu deb bayon qilindi. Başqa oyatda yana Qul hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Yani bilgen kishilar bilan bilmagan kishilar o'xshash bo'lmaydi. Yani biz bilimsiz odamni turk deb qo'ydi, maydalikqa Türkçede, Türk dese Türkiye'lik degan bo'ldi ekan. Ama bizim örf adetimizde Uygur örf adetimizde Türk dese binası bilmeydiğin adam, alim dese binası bildiğin adam deb bilinadi. Yani alim kişiler normal kişilerden farklılık buludu, alaydı buludu
demoqchi. Olim desa, dunyoda yangi texnologiya ilmida taraqqiy qilgan nurg'un Yevropada, Amerikada shunday bir olimlar aytishgan olimlar. Onu demoqchi emas. Bu yerda Allohga iymoni bo'lgan olim demoqchi. O imanı bo'lmagan olim qanchaq bir narsa bilib ketsinmi, normalda insonlar orasida mavjiq bir narsa biladi deb, ya uning maoshi yuqori bo'lgan yoki iqtisodiy tarafdan yoki boshqa bir tarafdan kishilar orasida darajasi yuqori bo'lgan bilan, ammo Allohning nazarida uning nimasi yo'q yani, e'tibori yo'q. Ammo diniy tarafdan yani, imoniy tarafdan, islomiy tarafdan, islomni tushunishda, islomning ahkomlarini bilishda olim bo'lgan. Yani iman bilan alim bo'lgan kishilarning, yani boshqa alim bo'lmagan kishilarning qaraganda uning alohida farqi bor demoqchi. Demak, yani Alloh subhanahu va taolo hamma kishini bilimli qilsin. Uning uchun islom dinini hali qudrat bir musulmonchilikni bilguchak miqdori o'rganish farz har qanday kishiga. Qolgani boshqa ilmninki yuqori bo'lishi bilan olimlar normal insonlardan ortiq bo'ladi. Ondan başqa, yani əməldə fərqli bulduğan kişilər la yastawil qaiduna minal mu'minina ghayru ulul darar vel mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim ve anfusihim. Faddalallahu mujahidina bi amwalihim ve anfusihim alal qaidina daraja ve kullu va'adallahu husna. Ve faddalallahu mujahidina alal qaidina ecran azima darajatin min ve mağfira ve rahme. Ve kana Allahu gafurur rahim. Yani cihatdan olturğanlar, yani cihatqa berishqa sharoiti bor turib cihatqa bormaganlar. G'ayri ulul zarar degan, yani cihatqa berishqa uzr bo'lib qolgan yoki meyib bo'lgan yoki kasaljon bo'lgan ya boshqa bir cihat qilolmaydigan, uzrlik bo'lganlar boshqa, o istisno. Yani cihat qılalaydigan halda özü mümin cihatqa baranmaganlar bilan cihat qilganlar farqli bo'lmaydi, yani hem bo'la farqli yani. Bu o'xshash bo'lmaydi, u barobar emas. Mümin bo'lish bilan barobar emas. Mümin bo'lgan bilanmi, yani qilgan amali bilan o darajalanadi. Yani Allah yo'lida jeni bilan, meli bilan cihat qilganlar cihat qilmaganlardan ortiq. Allah subhanahu va taolo meli bilan, jeni bilan cihat qilganlarni cihat qilmaganlarga necha hassa darajani ortiq qildi. Allah subhanahu va taolo hammamizga yaxshilik ato qilgusi. Aqullu va'adallahu husna. Allah subhanahu va taolo hammamizga yaxshilik va'da qildi. Yani jannatni va'da qildi. Ammo jannatda daraja qanday bo'ldi? Dunyoda qilgan amalning darajasidan bo'ldi. Shunga qiyomat kunisi payg'ambar bilan, shahidlar bilan yaxshi solih kishilar bilan bir maqomda qilgan deb duodimi tilaymiz. Demak, yani yaxshi amallar bilan shug'ullanganlar shunda yaxshi yuqori maqomdagi kishilar bilan birga yashaydi. Jannatdagi maqomi yuqori bo'ladi. Tuvan amal bilan tuvaraq bo'ladi. Demak, yani Alloh subhanahu va taolo hammamizga yaxshilik ato qilsin. Va faddalallahu mujahidina alal qaidina ajran azima. Yani Alloh subhanahu va taolo naytli katta ajri ato qildi. Yani cihat qilganlarga. Cihat qilmaganlarga nisbatan cihat qilganlarning ajri nayt katta. Allah subhanahu va taolo ham cihat qilganlarga katta darajalarni bersin, mag'firat qilsin, rahmat qilsin. Va kana Allohu g'afurur rahim. Cihat qilmaganlarmi, yani Allah subhanahu va taolo mag'firat qilsin. Ammo yani bu yerda cihatning kattaligi haqida biz boshdagi oyatildimi, boshda amaldimi bayon qildik. Yani har qanday bir musulmonning qalbida bir cihat qilish niyati bo'lmay o'lib ketib qolsa, bu yani nifoq o'limida ketib qolish xavfi bor degan hadis bor. Demak, yani cihat niyatli bo'lish lozim. Hamda oyat tug'ilib cho'ng'olgan qadar islom dinini tushunmagan yoki dushmanning dushmanligini bilmagan bir xil insonlar bor. Yani musulmon bo'lgan ekan, har qanday musulmon bu darajani bir qadar bilishi lozim. Onun uchun qildik bu darslarni. Yani darajani bilsin, amalning darajasini bilsin, shuning qarta amal qilsin deb. Hamda yaxshi ish qilganlar yaxshi ish bilan yuqori darajada bo'ldi ekan, yomon ish qilganlar yomon ish bilan yana tuvan bo'ldi ekan. Demak, bu yerda yani asos jihatdan musulmonlar yani
imanı boğan musulmonlar derecede amelde mında fark etildi. Ama kafirli bilen musulmonlar kafirli bilen musulmonlar imanda fark etildi. Ondan keyin an amelde. O vaqtda musulmonning qilgan amali o yaxshilik daftarga yozildi. Musulmon bo'lgani uchun, iymoni bo'lgani uchun, uningki yaxshiligininki, yaxshi amalininki foydasi bu dunyoda kelmay qolsa, oxiratda foydasi bor. Ikki dunyoda foydasi bor yaxshi amalning musulmon uchun. Ammo kafir uchunchi, kafirmi yaxshi amalini qiladi, unda yaxshi amali uchun o dunyoda uningki manfaatini ko'rdi. Oxiratda iymon shart yani. Iymoni bo'lmagani uchun oxiratda uningga o qilgan yaxshi ishning foydasi olmaydi. Bir yilnisi Yevropada bir yaxshi xayriya ihson bilan shug'ullanayotgan birisi o'lib qolibdi ekan. Shuni o'ynaydi, yaxshi qilgan bu jannatga kiramo degan bir xil gap so'zi bo'lib, ba'zi o jannatga kirishdi degan orzuda bo'lganlar bo'ldi. Ammo jannatga kirish uchun iymon bo'lish lozim. Yani iymoni olmagan kishi qancha yaxshi ish qilsa-mu, o jannatga kirolmaydi. O yaxshi qilgan yaxshi amalining natijasini dunyoda ko'rdi. Dunyoda uning foydasi bilan rohatda yashaydi. Boshqalar buni hayotda yashagan zamonda bu yaxshi ish qilgan kishi deb uni taqdirlaydi, maqtaydi, hurmat qiladi. Ammo o'lib ketgandan keyin uningki yaxshi ish qilgan nomi dunyoda qoldi, oxiratga kufr bo'lgani uchun, iymonsiz bo'lgani uchun bu yaxshi amalning hech qanday natijasi oxiratga bilib bo'lmaydi. Musulmonninki yaxshi qilgan ishining natijasi o'zi ko'rdi va boshqalar ko'rdi dunyoda. Agar o'zi ko'rmay qolsa, boshqalar ko'rdi. Ba'zi yaxshi qilib qolib ketgan ishning natijasi keyin chiqqan bo'lsa, boshqalar ko'rdi uning natijasini dunyoda. Ya'ni o'zi dunyoda ko'rmagan bo'lsa va boshqalar ko'rmagan bo'lsa, yaxshi qilgan ishininki darajasini oxiratda o'zi ko'rdi. Onun uchun ya'ni musulmonning qilgan ishi yaxshi amal, yaxshi daftarga yozildi. Dunyo oxiratda foydasi bo'ladi. Kafirning qilgan ishininki dunyoda foydasi va oxiratda foydasi yo'q. Buni bu şekilde iman bilan kufrning oraliqida farqi bo'lganlikdan buni tushunmak lozim. Endi kafirni yaxshi ish qilgan deb maqtaydigan ishlar bor. Bo'lib bizningki vatanimizda bu Sharqiy Turkistonda kafir bilan musulmon aralash yashaydigan bo'lgandan keyin o'sha kafir bilan musulmonni farq etmaydigan ishlar bor. Çünkü neçe yıldan bir kafir bilan aralash yaşagandan keyin bu kafirning maktabida o'qib, kafirning iddisini qabul qilib, shunda bir tushunchada cho'ng'ilab qolgan bir qism odamlar kommunizm iddisini qabul qilib qolganlar kafirning qilgan ishlarini yaxshi deb biladi. Onun yomon ishini ko'rmaydi. Chunki uning iddisi shu iddiyada cho'ng bo'lgani uchun, shunda yashagani uchun. Hamda onun ilqi musulmonning balasi bo'lgani uchun musulmonning balasi deb muomala qilindi, shunda tunildi, Uyg'ur deb tunildi. Masalan, bu masalada kirsak jiq masalalar va to'g'rilib chiqadigan. Shunga bak yanga o'tmaymiz. Demak, ya'ni kafirni kafir deb bilish, musulmonni musulmon deb bilish. Bu bizning vatanda eng bilishki muhim bo'lgan, ya'ni farz bo'lgan bir masala. Demek Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de çeyrek kafirni kafir deb bilish, musulmonni musulmon deb bilish. Buni ayırıp bilgandan keyin o'ziga qarta muomalani o'zining yerida qildigan gap. Demek yani musulmonni do'st tutamiz, kafirni yomon ko'ramiz. Bu musulmonning sifati. Musulmonni qarindishini do'st tutish, dushmanni yomon ko'rish bu musulmonning sifati. Shunga ba'zi bir kishilar bor, injigilab ketmaydigan. Yani Xitoyim yaxshi ish qilyapti-ku, kafir bo'lgan bilan yaxshi ish qilyapti-ku. Shunda yo'lini yasab berdi, binoni igiz soldi, taraqqiy qildi, uni qildi, buni qildi. Deb, endi yaxshi ishlarini ko'rib shuning bilan bir azilqi onunga to'g'ri ish qildi deb bir xil muhabbat izhor qildigan kishilar bor. Yani bu bizning bu darsimizda anglaganlarning ichida bo'lmasligi mumkin. Ama bizning atrofimizda yashaydigan qarindoshlarimiz va boshqa aloqalarimiz, tunish bilishlarimiz bo'ldi. Shular shunda tunib qolganlar bo'lishi mumkin. Biz yana bunda tunib qolgan har qanday kishiga deyishimiz lozimki, bu kafir. Bu kafir
bizning yutumuzga besib kirib olgan, bizning haqqimizni elib olgan tajovuzchi, bu yerlik emas. Bu har qanday inson o'zining haqqida yashashi lozim. Hammasi o'zining yutida tug'ilgan yerda, o'ziningki asli yuti bo'lgan yerda, makanda yashash lozim. Bu yerga kelib olgan, besib olgan, haqqimizni elib olgan degan, bunda tunish bilan buning kofir bo'lgani uchun bu bizning dushmanimiz deb tunish lozim. Dushman deb tunigandan keyin buni biz nim bo'lsin, onun bilan birga yashab qolgan bo'lsaqmi, ya'ni o dushman, do'st, buni bilish lozim. Shunga o taraqqiy qildirgan, onun foydali qilgan ishlari nimaga foydasi oldi? Binoni egizib bergan bo'lsa, o'zining odamlar o'ltirganda, yo'lni kengaytirib bergan bo'lsa, normal xalqimiz mang'aladimi? Yani musulmon xalqimiz kengaytirib mang'aladimi? U yo'lning o qadar kengaytirchiligi bilan to'saqni o'tib bo'lolmay, hozir bizning xalqimiz bu yo'lninki kengaytirligidan hech qanday foydalanmadi. Hatta dediki yani shunda bir darajaga yetdi bu zulmning ashib ketishi bilan. Mayli bu yo'l kengaytirib elinmagan bo'lsa, yo'llarimiz ergi to'qay bo'lgan bo'lsa-mu, burungi zamondagidek. Biz ro'pash ayollarimizni yenimizde o'ltirg'izib, harvuni haydab, saqal bulutlarimiz, do'ppilarimiz kiyilgan o'zimizningki musulmonlik, uyg'urlik shaklda bir rarus jo'tonga to'saqqa uchrab qolmay, mang'algan bo'lsak-kan, mayli ekan bu erga to'qay yo'lda mangan bo'lsaqmi, shakar usta, shu yaxshi ekan, bu yo'lning kengaytirligining nim foydasi bo'ldi degan yerga yetdik. Demak, bu zulmni bilganli biliglik, bilmaganli bilmaglik. Chunki bu zulmga uchraganli biliglik, u yo'lning kengaytirligidan foydalanmaqlik. Bu zulmga uchramaganlarcha, yana Xitoy deb bilmagan, uni kafir deb bilmaganlar, onun bilan do'st yashashni arzu qilgan yoki uning bilan qarshilashmaydim deb, onunga xo'sh deb yashagan yoki shu tabaqada cho'ng bo'lgan, demak, yana har tarafdan uning bir musulmonlik sifati to'liqlanmagan bir xil odamlar u yo'lda kengaytirib olaydi. O'zining ixtiyi kengaytirib olaydi. Ammo musulmonga kengaytir emas u yo'llar. Demak, yana o yo'lni yasab qo'ygan, kengaytirib qilgan, taraqqiy qilgan ishlardan, yana insonning ma'naviyati huzurlanmasa, o moddiy taraqqiyotninki hech qanday bizning xalqimizga, musulmonlarga hech qanday foydasi yo'q. Onun uchun kafirni kafir bilish, musulmonni musulmon bilish, ya'ni musulmonni musulmon sifatda, kafirni kafir sifatda bilish. Kafirmi, ya'ni bay dedik, ya'ni musulmonninki yaxshi qilgan darajasida yaxshi maqomda bo'ladi jannatda deb. Kafirmi farqli bo'ladi. Ya'ni kafirningmi necha ming kishiga zulm qilgan zolim kafirninki kuydigan do'zax, jahannam, uning tadilgan azobi normal kafirga o'xshamaydi. Demak, yana Mavzeydungdek kafir bilan normal kafir o'xshash darajada bo'lmaydi azobi. Demak, yana kishilarga zulm qilgan, kufrlikda, fasodda yoki zulmda haddidan oshgan kafirninki, ya'ni uningki jazosi ig'ir bo'ladi, boshqaning uning qolgani yengil bo'ladi demakchi. Demak, ya'ni o azobning yengili yo'q. Demak, shu o'z orasidagi bo'lgan farqdi, ya'ni qiyomat kunisi kafirningmi jazosi darajalik farqli bo'ladi, musulmonlikmi darajasi farqli bo'ladi. Dunyodami shunday, oxiratdami shunday bu ishlar. Yani bu meseleni bu şekilde nayeti incilep düşünmek lazım. Dersimiz bu yerde ahırlaştı. Hem de keyinki dersimizde inşallah yani Allah subhanahu wa ta'ala ölçemini koydu. Şu ölçem bilen yaşaş lazım diyen mezmunda biz birkaç derste dedik bu gapni başta. Hem de bu ölçem nerede bozup ketken? Buzub ketken yeri qaysi, to'g'ri yeri qaysi, amaliy, ya'ni ko'rinishda bugungi kunda qaysi o'lchamda buzib ketgan. Iqtisodiy tarafdanmi, yoki ijtimoiy tarafdanmi, yo boshqa tarafdanmi, buni hammasi bir-birlab bayon qilindi. Kelasi darsimizda inshaalloh, ya'ni o'lchamninki nerede buzib ketganligini bayon qilindi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.